Yana bir bor xayrli kech barchaga. Sizlar bilan bugun listening part 4 va part 3 haqida gaplashamiz. Sizlarga birinchi part 4 dan boshlashga qaror qildim. Bir ikkita map ishlaganimizdan keyin xudo xolasa listening part 3 ga ham o'tamiz. Map borasida biroz nazariy bilim beraman sizlarga. Aynan shu komps belgisini copy qilib oldim, bu tomonga qo'ydim. Odatda ikki xil map bo'ladi-da. Ikki xil map bo'ladi. Birinchisi yaxshilab tushunib olinglar. Map of the area, birorta hududning biror hududni xaritasi bo'ladi. Qattiq bo'lsa kerak. Xaritasi. Biror hududni xaritasi, keyin map of the building. Ya'ni binoning xaritasi. Ikkalasining nima farqi bor? Nimaga aynan shu narsani gapirdim? Ya'ni hozir bu turini gapiryapmiz. Keyin holatlari bor. 3 ta holati bor. 3 ta holatdan eng ko'p tushayotgan bittasini tushuntirib ketaman. Nimaga aynan bino va hududga ajratdik? Agar masalan birorta binoning xaritasi bo'lsa, unda binolarni tushuntirish uchun sizga masalan yuqori o'ng burchak, yuqori chap burchak so'zlashuv madaniyati bor-da. So'zlashuv madaniyati bo'ladi. Aynan shularni tushuntirib ketamiz. Tak, birinchi o'rinda top right corner, ya'ni top right corner degani yuqori o'ng burchak. Agar map uzr bu nimaga tegishli bo'ladi? Binoga tegishli bo'ladi. Binomiz bu tomonda-ku. Men hududga tashlayapman. Agar hudud bo'ladigan bo'lsa, bizga komps belgisi kerak bo'ladi. Aynan shu komps belgilari bor-ku. Shu komps belgisi kerak bo'ladi bizga. Aynan shu komps belgilarini bilib olishimiz kerak. Bunda e'tiborga oling. Yuqori tomon, pastki tomon demaydi-da, north, south, west, east deydi. Mana yuqori tomon north, chap tomon west, o'ng tomon east, pastki tomon esa south. Holbuki, endi faqat shuni bilib olsangiz bo'ldi degani emas. Bu yerda mana binolarda odatda yuqori o'ng burchak desa top right corner deydi yoki yuqori chap burchak desa top left corner deydi. Mana shuni tugatib qo'yadi, keyin nariga osonroq bilan tushuntirishim sizlarga. Top left corner degani yuqori chap burchak. Yoki pastki holatda bo'lsa bottom right corner deydi. Pastki o'ng burchak corner. Pastki o'ng burchak. Bu binoni nazarda tutganda shunaqa holat ishlatiladi. Mana shu so'zlar ko'pincha ishlatiladi. Bottom left corner. Endi juda ko'p so'zlari bor, endi biz asosiylarni aytib beryapmiz sizlarga. Pastki chap burchak. Agar ekran kimgadir yaxshi ko'rmayotgan bo'lsa, bemalol John Efferdan bitta chiqib boshqadan kirsangiz yaxshi bo'ladi. Endi binoni xaritasi bo'lgandan keyin yuqori burchak, o'ng burchak, chap burchak yoki unda left, right shunaqa narsalar ko'proq ishlatiladi. Opposite, qarama-qarshi opposite. Opposite degan narsa bu hududda ham ishlatiladi. Left, right, below, above degan narsalar ko'proq ishlatiladi. Asosan shu xarita, ya'ni ko'proq binoga qaratilgan bo'lsa. Mana e'tiborga oling, yuqori burchak, chap burchak va hokazo. Agar hudud bo'lsa, bunaqa so'z ishlatilmaydi-da, komps belgisidan ishlatiladi. Ya'ni chap yuqori burchak, mana masalan top right corner, yuqori o'ng burchak deydigan bo'lsa hududda nima bo'ladi? North bilan eastni orasi. Demak, bu north east corner deydi. Corner. Ya'ni e'tiborga olsangiz yuqori o'ng burchak degani mana shu narsa. Yuqori o'ng burchak tomonda degan ma'noni ifodalaydi. North east corner. Xo'p, yuqori chap burchak bo'ladigan bo'lsa esa, mana tepa tomon north ga qaraydi-da, pastki tomon south ga qaraydi. Bu yerda north west corner.
Bu esa yuqori chap burchak degan ma'noni ifodalaydi. Bu so'zlar odatda aytganimizdek hududni ifodalaganda, как раз bizniki hozir mana shu hudud bo'lganligi uchun shular kelib qolishi mumkin albatta. Shu narsani bilib olishingiz kerak. Endi pastki tomon Southga qaraganligi uchun biz pastki burchaklarni gapirayotganimizda Southni birinchi gapiramiz. South west corner. E'tiborga oling, west tomon bumi? Demak, chap tomonga nazar solyaptimi? Pastki chap burchak degan ma'noni ifodalaydi shu. South west corner. Pastki o'ng burchak bo'ladigan bo'lsa, south east corner. Bu esa pastki o'ng burchak degan ma'noni ifodalaydi. Ko'ryapsizlar-a? Endi shu joylarga yaxshilab e'tiborga oling. Endi hudud bo'lganda ko'p so'zlar ishlatiladi. Band degan narsa bor. Band burilgan joy, qayrilgan degan ma'noda ishlatiladi. Qayrilgan. Mapda ko'p so'zlar bor. Intersection, chorraha. Intersection bu crossroadga sinonim bo'ladi. Crossroad, chorraha. Endi bir ikkita so'zlar yozib beray. Yana qo'shiladigan bo'lsa qo'shilib oladi bungacha. Chorraha. Chorraha. Kesishgan yo'l. Kesishgan yo'l. Bend degan so'z odatda curved degan sinonim bo'ladi. Curved degan so'z bu curved, burilgan, qayrilgan degan ma'nosida ham bor. Bend. Yana nima bo'ladi? Right degan so'zlar bor. Right degani shundoqqina ma'nosida ham keladi. Shundoqqina. Lekin siz bilgan right o'ng tomonda degan ma'nosi ham bor. O'ng tomonda. Right behind you yoki right in front of you deb masalan misol keltirishim mumkinda. Yoki right in front of you degani shundoqqina ro'parangizda degani. Shundoqqina ro'parada. Ro'parada. Mana shu so'zlarni bilib oling. O'z vaqtida endi right siz bilgan o'sha o'ng tomonda degan ma'nosi ham bor. Endi vaziyatga qarab turib siz o'zingiz bilib olishingiz kerak-da. Shundoqqina deyaptimi yoki o'ng tomonda degan ma'nosi bo'lyaptimi? Mana shu chalg'itadi odatda. Masalan, o'zbek tilidagi olma degan so'z meva va ish harakatga bo'linadi-yu. Biz o'zimiz eshitganda qachon meva va qachon ish harakatligini bilib olamiz. Right degan so'z ham o'ziga yarasha, demak, ma'nosi bor ekan. Siz vaziyatga qarab turib, demak, bilib olishingiz mumkin ekan. Endi roundabout ba'zi so'zlar bor. Endi hozir biz bu roundabout degan so'z bizda yo'q-ku. Hozir bugungi ishlatilgan mapda. Roundabout degani kalso deymiz-ku, kalso. Aylana. Aylana, crook. Haligi yo'llarni masalan dumaloq mana bo'lsa, yo'llarni kalso bilan tutashtiradi-ku. Xuddi shu narsa. Xo'p, menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Map of the area. Endi qisqacha so'zlarga ishlab berdim. Qisqacha. Bunga e'tibor berganim yo'q ko'p. Odatda shu kompas belgilari bormi? Demak, his qiling, bu hududda kerak bo'ladi. Bejizga shunchaki tashab bermaydi. Xo'p, aynan endi shu mapni birgalikda hozir ishlaymiz. Men kanalga rasmini tashladim. Hozir sizga audiosini tashlayman. Barchaga vaqt beramiz. Bir audiomizni vaqti qancha edi? Hozir bitta ko'ramiz. Audiomizni vaqti. Xo'sh. 3 daqiqa ekanda. 3 daqiqa bo'lsa, bir 5 minut, 6 minut orasida vaqt olamiz. Hamma ishlab javobini albatta kommentda qoldirish kerak. Bitta ko'ramiz, keyin har birini birma-bir detalli qilib tushuntirib beraman. Bu hozir ishlaydigan mapimizning darajasi B2 darajada. Imtihon formatdagi. Hammaga tushunarli bo'ladi. Imtihonda ham 5 ta holat bo'ladi. Atalab ismini kiritganman. Endi o'zimning mehnatim bo'lganligi uchun shunchaki bir qiziqishga. Endi bu bir interest. Okay, buni pauza qilib turaman. Unda tahlilni boshladik. Juda ko'pchilik Nozimjon ofisda adashgan, buni aytgan. Aynan shuni sal chalg'ituvchi qildim, keyin qolganlari ham yomon emas. Endi kelinglar, mana shuni tahlil qilamiz birgalikda. Now, I'd like to explain the layout of the park to help you find the main facilities. Xo'p, layout degan narsa bor. Endi buni TypeScriptni ham tashlab beraman. Odatda mana maplarni, so'zlarni endi ichiga kiritib ketaveraylik.
Layout degani joylashgan joylari deganida. Mana shu so'zlarni o'rganib olsangiz, joylashgan joylari. Hali xullas qayerda nima joylashganligini ko'rsatish uchun layout ishlatiladi. If you would like to have a picnic with your family members, there are good facilities here too. Xo'p, agar siz oilangiz bilan piknik qiladigan bo'lsangiz, zo'r sharoitlar bor bu yerda deyilyapti. Yaqinlashtirib ko'rsatib ketaman. To reach there, start at the main entrance. To reach there. Reach degan so'zlar bor. Reach yetib bormoq degani. Keyin oxirida yozib beraman. Typescriptni ko'rsatib, sizlarga detalni qilib kerakli so'zlarni alohida ajratib ko'rsataman. Reach degan u yerga borish uchun, which is located at the bottom of the map. Xaritani tagidagi main entrance-dan boshlang deyapti. From here, follow the path straight ahead until you reach a circular area with several benches in the center of the park. Xo'p, mana shu yo'l bo'ylab boring, markazda dumaloq aylanib nima bor, u yana ichida esa markazida bencheslar bor, skaminkalar bor deyapti. The covered picnic spot is located in the far northwest of the benches. Xo'p, mana shu yerda far northwest of the deyapti. Far northwest. Qaranglar. Bu yerda B ham bor, A ham bor. Hozir aytdimki, mana shu yerda sizlarga northwest degan yuqori chap burchak degan. Yuqori chap burchak degan so'z to'g'ri. Mana north bilan westning mana shu qismi bu yuqori chap burchak bo'ladi. Faqatgina bu yerda atalab sizga far degan so'zni tashab ketgandim. Far degan uzoq degani. Bu yaqinroq northwest qismida B. B yaqinroq northwest, A esa uzoqroq northwest qismi. Mana shu joyni yengil biroz qaytaraman. Spot is located in the far northwest of the benches. Far northwest of the benches. Mana shu skamenkalarning uzoq yuqori chap burchagida deganligi uchun javobimiz 19 ga A bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Far degan so'z bor. Shuni hisobiga bu yerda hozir javob A. Xo'p, davom etamiz. Just beyond the small path, and it is surrounded by trees. Surrounded by trees. Please don't leave your waste anywhere you want after having picnic. Iltimos, piknikdan keyin musorlaringizni hamma joyga tashlayvermang. You can leave them in the trash bins, which can be found on the right-hand side of the benches. Right hand side of the benches, ya'ni skamenkalarning o'ng tomonida bor bu axlat qutilari, ya'ni javobimiz I ga to'g'ri keladi. Mana shu ya'ni skamenkalarning o'ng tomoni. Close to where the main path curves towards the Close to the main path degan so'qmoq yo'l, curve degan burilgan joyga yaqin. Mana shu I, ya'ni bu nimaga yaqin? Burilgan joyga yaqin. lake. Now, one thing everyone should know is the toilets. Ya'ni hamma bilish kerak bo'lgan narsa bu albatta toilets. In case you need them, I will mention them too. In case mabodo sizga kerak bo'lib qoladi, albatta shuning uchun sizga eslatib o'taman bu narsani You deyilyapti. should walk along the footpath that leads towards the lake. Ya'ni ko'l sari yuradigan yo'lga yuring. It is located on the road on your right. Aytgancha 2 ga I javob bo'ladi. Xo'sh, demak, toilets bu yerda G javob bo'lyapti. O'ng tomoningizda toiletsni ko'rishingiz mumkin. There's also a building by the lake where you can hire boats if you fancy sailing. Xo'p, agar fancy degani xohlamoq degani. Agar siz suzishda, ya'ni sailing qilishni yaxshi ko'rsangiz, by the lake ko'l bo'yidagi nimadan bino bor, o'sha yerdan ijaraga qayiq olsangiz bo'ladi deyilyapti shu yerda. If you feel like purchasing something to eat, Feel like degani bu fancy ga sinonim, want to, ya'ni xohlamoq degan so'zga ikkita sinonim ishlatib ketganman ataylab shu yerda. Feel like and fancy. Agar siz biror narsa sotib olishni xohlasangiz, there is a small shop in the park where you parkda demak kichkina do'kon ham bor ekan. can buy refreshments at reduced prices until the 31st of December. Keyin aytgancha bu typescriptlarni 50% ni o'zim kiritaman, 50% ni ChatGPT kiritadi. Lekin asosiy joylari mana shu hammasini o'zim kiritganman typescriptlarni. It is located between the car park and Nozimjan's office. Xo'p, bu yerda bizdan so'ralayotgan narsa Nozimjon office. Endi bitta hozir gapirayotgan narsa do'kon. Do'kon qayerda ekan? Car park bilan Nozimjon office orasida. Demak, ya'ni do'kon mana D ga to'g'ri kelyapti, shop. Bizdan so'ralayotgan narsa office so'ralayapti. Officeimiz demak C javob bo'ladi. Yana bir marta qaytaraman. Bizdan so'ralayotgan so'z bu yerda do'kon emas, bizdan office so'ralayapti. Do'konni arender olganman ataylab mana shu yerda. Bitta qaytaraman. Reduced prices until the 31st of December. 31 dekabrgacha arzonroq narsalar sotib olsangiz bo'ladi deyapti. It
is located between the car park and Nozamjan's office. Xo'p, demak, between the car park and Nozimjon office. So the correct answer is C. We are looking for office, not the shop. Okay, so the correct answer is C. Most of you guys have been confused here. Ya'ni hamma ko'pchilik chalkashib ketib qolgan shu yerda. Chunki ko'pchilik D olgan. Bizdan so'ralayotgan narsa office, do'kon emas. Finally, we have specially created children's playground area where all aged young ones can have fun. Bu yerda maxsus bolalar o'yingohi ham bor ekan. Barcha yoshdagi insonlar miriqib o'ynasa bo'ladi. It isn't far from the main entrance, just to the south of the car park. Qarang, south north. Ya'ni car parkning south qismida bitta H variantimiz bor xolos. Adashib siz mana yana o'zi chalkashtirish uchun mana bu yerga bino qo'shmoqchi edim, hali o'sbet qilmadim. Mana shuni yana boshqatdan edit qilaman to'g'risi. Xo'p, mana bu yerga biroz bitta binochi qo'yib qo'ysam odamni dovdiratib qo'yadi yana. Ya'ni south qismida, car parkning south qismida kelganligi uchun H javob bo'ladi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ladi. Xo'p, demak, umumiy javoblarimiz shu. Bitta pauza qilib turamiz. Bu safargi mapimiz aytganimizdek bu uzunlik emas. Kirish joyi yo'q-ku degan odamlar qaranglar. Aytdi, Fitchton Road deb qo'yibdi. Mana alohida kirish joylari bor, e'tiborga olsangiz. Tan kirsangiz bo'laveradi. Hududga kirgani, platform 1, 2, kafe, bunday vaziyatda qaranglar, qayerdan kirish. Bekorga mana kompas belgisi yozib qo'yilmagan. Shularga ham e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi bitta-bitta tushuntirib ketaman. Buni oldingidek. Part 4. You will hear someone giving a talk. Label the places 19 to 23 on the map AH. There are 3 extra options which you do not need to use. You don't have time to look at questions. Vaqtni o'tkazyapman. Tak. Dear passengers, welcome to Fitchton Railway Station. I'm sorry to inform you that the train to London is delayed. It Xo'p, Londonga bo'lgan poyezd kechikdi. will take off 2 hours later at 11:45 a.m. Okay. Please accept our apologies. In the meantime, allow me to introduce Fitchton Railway Station so you Xo'p, demak stansiyani tanishtirar ekan bizga. make the most of your time while waiting for the train. Xo'p, make most of your time degan narsa bor. Shu yerda bitta zo'r so'z ishlatib ketdi. Make the most of your time degani vaqtdan unumli foydalanmoq. Xo'p, mana xullas make the most of degan narsa alohida bu. Biror narsadan unumli foydalanmoq degan ma'noni anglatadi. Shu narsaga ham e'tibor olinglar. Make the most of degani biror narsadan unumli foydalanmoq. Xo'p, bu shunaqa savollar tushganda speakingda ko'pchilik tushunmaganda. Tak. The main entrance of the station is on Fitchton Road. Mana asosiy kirish Fitchton ko'chasida ekan. If you want to take a bike ride around here, walk down Fitchton Road and past the taxi stop. Matda taxi stopdan o'ting. Past degan narsa bor. Taxi stopdan o'ting deyapti mana shu joyda. You can find a bike rack on the right. Ya'ni mana shu yerdan o'tganda, demak, bike racks, velosipedlar stankasini o'ng tomonda topasiz. Demak, o'shaning uchun 19 ga G javob bo'ladi. 19G. But if you just want to stay in the station, it's okay. You can find a luggage locker when you enter the station. It's on. Xo'p, demak, luggage lockers, yuklarni qo'yib, berkitib ketadigan joy. Demak, ichi kiradi ekan. If you just want to stay in the station, it's okay. Okay. You can find a luggage locker when you enter the station. It's on the left. On the left deyapti, demak, o'shaning uchun luggage lockers B to'g'ri keladi. You can put your luggage there. If you don't feel very well, or you need to buy some medicine, there's a chemist in the farthest corner of the station. Qaranglar, far east deb ketyapti. Men hozir bundan oldin tushuntirdim. Kakras bundan oldingi listeningimizda ham keludi. Ana far northwest deb ketuvdim, ha, bu yerda. Far northwest. Hozir bu yerda esa far east deb ketyapti. Far east. East tomonimiz esa bu west, bu east edi. Bitta qaytaraman shu joyni. If you don't feel very well, or you need to buy some medicine, there's a chemist in the farthest corner of the station, opposite to the cafe.
Ya'ni qarama-qarshi joyida deyapti. Opposite endi bu yerda buni lokatsiyasi noto'g'ri ekan to'g'risi. Far east desa bu qandaydir north east desa to'g'ri bo'lardi qisman yoki centerga yaqinroq. Men east desa biz razmetga qarabman. Opposite cafe degan narsa endi bu yerda A ni ro'parasida turibdi. O'sha ikkalasi bir-biriga qarama-qarshi, o'shancha xullas chemistga A javob to'g'ri keladi. Mana qaytaraman. If you don't feel very well or you need to buy some medicine, there's a chemist in the farthest corner of the station, opposite to the cafe. Opposite to the cafe. Kafega qarama-qarshi joyda turibdi. O'shaning uchun javobimiz A javob. Xo'p, toilet so'raladi. And you can have a cup of coffee at the cafe if you want. The big area near the cafe is the waiting room, where you can have a seat and relax. If you want to use the toilet, make a left when you enter the station, then turn right. Go straight until you walk past platform 2. It's right there at the end. Xo'p, demak aytayapti. Yana bitta chalkashtirib qo'ygan joyi bor ekan mana shu yerda. Jiddiy nostandart bor ekan. Hozir mana shu kafening oldiga qaytamiz, ya'ni chemistga. Xo'p, Tyler degan narsa bu yerga chap tomonga buriling, mana koridor ekan. Xullas, xarita yaxshi bo'lmagan. Koridordan platform 2 dan o'ting va Tyler desa oxirida deb ketdi. O'shaning uchun Tylerga F javob. Xo'p, men mana unga qaytaman deganim sababi kafega qarama-qarshi joyda joylashgan degani. Xo'sh, keyin bitta narsa aytib ketdi. Kafeni yonidagi katta area bu sitting area deb ketdi. Keyin mana shu kafega kirish joyini berib qo'yish kerak edi. Agar kafega kirish joyi mana bu yerda bo'lsa, bu kafega qarama-qarshi joy bu C javob bo'ladi. Agar kirish joyi mana bu yerda bo'lsa, A javob bo'ladi. Mana shuni jiddiy nostandart holati bor ekan. Mana shu kafega biroz qaytamiz. Tak. You can put your luggage there. Okay. If you don't feel very well or you need to buy some medicine, there's a chemist in the farthest corner of the station, far east deyapti. Opposite the cafe. to the cafe. Xo'p, bu yerda A ham bor, C ham bor. Yana bir marta davomini eshitsak, mana shu yerda biroz mujmanligi bor. And you can have a cup of coffee at the cafe if you want. Okay. The big area near the cafe is... Qarang, kafening yonidagi katta hudud deyapti. A ga qaraganda C ga qaraganda A kattada. Kafe yonidagi katta hudud deyapti. Mana shu joyga e'tibor qaratamiz. If you want. The big area near the cafe is the waiting room. Waiting room deyapti. Demak, kutish xonasi shu joy bo'lishi kerak-da, katta xona. You can have a seat and relax. Relax. Demak, hozir men javobini o'zgartiraman. Chemistga keladigan. Chemist demak javobimiz bu yerda C javob bo'ladi. Chunki, demak, bu kafening kirish joyi mana bu yerdan ekan. Buni mana shu joyini ochib qoldirish kerak edi. Как mana kirish joyi bor-ku, xuddi shu shakldagidek ochib qoldirish kerak edi mana shuni. Keyin bu aniqroq bo'lardi. Endi siz ham balkim A olgan bo'lishingiz mumkin. Men ham boshida A oldim, lekin kafe yonidagi katta joy deyapti. Bu yerda katta joy deb A ga urg'u qaratyapti. Bu sitting area ligini. O'shaning uchun javobimizni chemistni biz C ga o'zgartiramiz. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Endi toilet esa bu kirib platform 2 dan o'tgandan keyin oxirida deb ketdi. Mana yana If you want to use the toilet, make a left when you enter the station, then turn right. turn right. Go straight until you walk past platform 2. It's right there at the end. Right. Right degan so'zni aytdim hozir. Shundoqqina degan ma'nosi ham keladi deb yuqorida so'zlar ro'yxatida berib keldim. Right at the end deyapti. Shundoqqina oxirida deyapti. Endi oxirgi news agency ni topishimiz kerak. The news agency is in the southeast corner of the state. Xo'p, south east. South qismimiz past edi. East esa bu tomonida. South east demak D javob bo'ladi. Men bundan oldin sizlarga orientirlarni ko'rsatib berdim. They're at the end. The news agency is in the southeast corner of the station. Bo'ldi, javob D. South east. Bu yerda e'tiborga oling, kompasda faqat north qismi berilgan. Men sizlarga osonlik qilib yana bu yerga north, west, south east. South eastimiz mana bu yer. Imtihonda ham shunaqa faqat north yoki south ni berib qo'yishi mumkin. Chalib qolmang. Mana bu yerda sizlarga aytib ketdim. South east corner degani pastki o'ng burchak deb alohida tarjimalari bilan yondashib ketdik. Hudud bo'lgandan keyin albatta bizga kompas belgisi kerak bo'ladi. Hozirgi ishlaganimiz ham hudud bo'lganligi uchun qisman hudud bo'lyapti. O'shaning hisobiga bitta kompas belgisini ham ishlatyapti. Kompas belgisini ishlatishni yuqorida tushuntirdim. Darsga keyin kirganlar videosini ko'rib boshqatdan ko'rib olsangiz manfaatli bo'ladi.
Xo'p, menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Mening ishtaha ochilgan paytda yana bitta ishlasak nima deysizlar? Hozir to'xtatib qo'ysak, ishtaha bo'lib qoladi hammada. Demak, make the most of. Buni PDF-ni tashlab beraman keyin, o'zlaring uchun bir ishlatsanglar bo'ladi. Ichidagi yangi so'zlarni olib, yozib o'rganib olinglar. Bitta pauza qilib turaman zapsni. Hop, bu 3-chi exercise'imiz bo'ladi. Yana komps belgilari bor e'tiborga oling. Buni tushuntirib ketdim komps belgilaridan boshida. Hop, uni boshladik. Someone giving a talk. Label the places 19 to 23 on the map AH. Vaqtni o'tkazyapman. Welcome to Adventureland Theme Park. It's great to see so many staff who are joining us for the busy holiday season. Now, I'd just like to give you some information about the park layout, because it's large, and we want visitors to enjoy themselves rather than having to search for where everything is. To begin with, you'll notice that the map only includes one part of the park, and that the rides aren't shown here, they're all off to the left. If you look at the map, you'll see that we're just outside the main entrance at the bottom of the map. Xo'p, demak, kirish joyi asosiy joy. Birinchi o'rinda shu narsaga e'tibor qaratinglar. Ba'zi bir maplarda, imtihonda shunday holatlar bo'lgan, kirish joyi tepadan bo'lgan holatlar bo'lganda, qachon esimda yo'q, 2023mi, 24mi kirganimda to'g'risi map shunaqa dovdiratib qo'ygan. Kirish joyi tepadanda, masalan, bizda hozir chap tomon bu tomon bo'ladimi? O'ng tomon bu tomon. Mana west tomon chap, east tomon o'ngda. Uni kirish joyi tepadan bo'lib qolgan. Birinchi eshityapman, nima deganini tushunmayapman-da, dovdirab qo'yganman. To'g'risi biroz o'shanda xatolik bo'lgan bu mapda, aniq. Tepadan chap tomonga buriladi deyapti. O'ng tomon, tepadan tushganda chap tomoni bizga o'ng bo'ladi, tepadan tushganda uni o'ng tomoni bizga chap bo'ladi. Shunaqa dovdiratib qo'ygan. Shu narsaga e'tibor qarating. Imtihonda shunaqa holatlar bo'lib qolishi mumkin. O'sha aniq eng kam, lekin kam chiqdi o'shanda listening part 4 da. Chunki u вообще odamni gangratib qo'ygan. Shunday holatlar bo'lib qolishi mumkin. Oldindan hushyor bo'ling. Demak, tepadan tushsa, uni chap tomoni bizga o'ng bo'ladi. Chap tomoni o'ng tomoni esa bizga chap tomon bo'ladi. Teskari bo'ladi xolos. Yoki xaritani teskari qilib olib ko'rsangiz ham bo'laveradi. One of the most important places to locate is the information office. To find it, go along the path from the main entrance until it divides, then go left. Go left. Demak, chap tomonga buriling deyapti information office topish uchun. Head down the path that goes towards the right and you'll see a little lake on one side of the path and two buildings on the other. Okay. The information office is the smaller of the two. Xo'p, demak, bu yerda ikkita bino bor deyapti. O'ng tomonda information office esa kichikrog'i deyapti. Kichikrog'i esa bu yerda javobimiz B javob bo'ladi. Tushunarli bo'ldi. Demak, information officeimiz B javob. Chunki C biroz kattaroq bo'lyapti. Shu bois javobimiz bu yerda C javob. Xato, B javob to'g'ri bo'ladi. If visitors want to get some money, you'll need to know where the cash machines are. They're in the circular building next to security in the southeast corner of the park. Qarang, yana o'sha southeast corner of the park. Bitta circular area deb ketganligi uchun ham sizni topishingiz oson bo'ladi. Agar shu narsani aytmaganda edi, lekin siz southeastdan topsangiz bo'lar edi. Tushunarlimi? Demak, cash machines bu yerda H ga to'g'ri keladi. Southeast. Kompas belgini yaxshilab o'rganib oling, suv qilib ichib oling, bo'ldi, masalangiz hal. Tezda topishingiz oson bo'ladi. We have a lovely picnic area where people can enjoy lunch and take a bit of a rest. Okay. If you look at the map, you'll see the big lake directly in front of the entrance. Xo'p, shunchoqqina ro'paramizda deyapti, bitta lake bor. The picnic area is the rectangular shape you can see amongst the trees just on the northern side of the lake. Demak, qarang, rectangular degan to'rtburchak. D ham to'rtburchak, A ham to'rtburchak. Ikkalasi ham daraxtlar orasida. Faqatgina bizga north side of the lake deyapti. Lake'ni north qismida joylashganligi uchun javobimiz D bo'ladi. Ya'ni picnic areamiz shu bois D bo'ladi. Tushunarli? Agar south deganda edi, biz A olardik. The lockers are where visitors can keep any extra items that they may have brought with them that they don't want to carry around all day. Okay. To get there from the entrance, go straight ahead and take the right-hand fork, then take the first right,
and it's the building attached to the toilets on your left. Xo'p, bo'ldi. Demak, entranceddan chap o'ng tomonga buriling, yana o'ng tomonga buriling deyapti. Attached degani yonma-yon joylashgan, toiletsga yonma-yon joylashgan joyda lockers joylashgan deyapti. Lockers degani o'sha masalan, dehqoncha qilib tushuntirsam, hozir makrolarga kirsangiz, narsangizni qo'yish uchun alohida kichkina shkafchalar bo'ladi-yu. O'sha lockers. From the entrance, go straight ahead and take the right-hand fork, then take the first right, First and right. it's the building attached to the toilets on your left. On your left. Demak, chap tomoningizda, chunki matdan kirganingizda chap tomoningiz G ga to'g'ri keladi. Demak, lockers G. Xo'p, aytgancha information nimamiz, office'imiz B bo'ldi, cash machines H bo'ldi, picnic area D bo'ldi, lockers G bo'ldi. Keyingisi oxirgi gift shop. Close to security. Okay. Finally, the gift shop is where people can pick up a souvenir of their day. Pick up degan so'zni ishlatib ketyapti. Pick up degani sotib olmoq ma'nosida keladi. Shu narsani ham bilinglar. Bu yerda yana bir nechta so'zlarni ishlatib ketdik. Pick up, buy ga sinonim bo'ladi. Bularni ham bilib oling. Keyin had to degani had to ga bormoq degani, ga bormoq, yo'l olmoq. O'sha tomonga boring, o'sha sari yuring degan ma'noda keladi. Had to mana information office ni tushuntirayotgan paytda ishlatildi. To find it from the entrance, go straight ahead, Okay. then take the right-hand fork, and then the first right after the lost property office. Xo'p, lost property degani mana shu yerda. Lost property officedan keyin o'ng tomonga buriling deyapti mana shu joyga. It after the lost property office. Okay. Just beyond that, you'll find the gift shop in the L-shaped building. L-shaped building degani L shakldagi binoda topishingiz mumkin. Qarang, bu L, bu circular area. Bu bitta L-shaped deganligi uchun The right-hand fork, Okay. and then the first right after the lost property office. lost property Just beyond that, you'll find the gift shop in the L-shaped building. in the L-shaped building bo'ldi. Demak, oxirgi gift shopimiz esa F ga to'g'ri kelyapti. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Xo'p, buguncha shu edi. Endi bugun o'zi listening partiya o'tishim kerak edi, to'g'risi vaqtim yetmas ekan. Ertaga xudo xolasa dushanba kuni sizlar bilan listening part 3 batafsil o'rganamiz xudo xolasa. Listening part 3 ga ancha yo'nalish beraman nasib.